sizlar bugun nima Grand Master'da o'ynaymiz. Mayli. Sal gapim o'xshamayapti chunki uxlaydigan paytda montaj qilyapman. Montajga ham ovoz beryapman. Grand Master ayni nimasi IPC Grand Master.uz tepada ham bo'ladi. Kirib o'ynashni maslahat beraman. Zo'r server. Ana yoz ichiga kiramiz. Mana mana shu yerda o'qib chiqqanman. Grand anarxiya 7-dan 21gacha, 1-21gacha. Login, parollarni yozasizlar. Kirish bo'yicha kirgan bo'lsanglar, kirmagan bo'lsanglar registr, parollarni yozasizlar. Masalan, parol 111. Mayli, hozir ham loginni yozgandan keyin ekranni kattalashtiraman. Loginni ham yozib oldim. Grand Master serveriga kirib oldik. Sizlar ham kirishingiz mumkin. Maza qilib o'ynanglar. Yaxshi server. Mana rejim tanlovi, barcha imkoniyatlaringizdan foydalaning. Firma quring, qiling, barchasi shu yerda. Bosing degan bosamiz. Anarxiya va Boxburg yangi kirib o'ynashinglar mumkin. Taqiq qo'yilgan. Lekin hech kim kirib o'ynashinglar mumkin. Hammasi yaxshi. Endi anarxiyaga o'tamiz. Anarxiya ko'rishinglar mumkin. Mayni ham yaxshi, chunki ozgina o'ynaganman. Maynida ko'p narsalar bor deyishinglar mumkin. Hamma pul boy ketadi deyishinglar mumkin. Lekin qayerda, lekin arzonroq. Shuning uchun hammasi o'ylangan va no'nib olingan. Kirib o'ynanglar. Anaqa esaqalari yo'q. Maza qilib o'ynaysizlar, zidish qilib. Maza ko'p hisslar bo'ladi. Torresga o'xshagan Wizardek bo'ladi. Yo'q, qayerga qilganingizlarga o'xshamaydigan. Kirib o'ynanglar. Tepada bo'ladi. Hozir men ozgina set yasayman, keyin ozgina obzor qilaman. Video 2x tezlikda bo'ladi. Qani,